Siz Namangan axboroti dasturini tomosha qilyapsiz. Joriy yilning 21-25 aprel kunlari Toshkent shahri va viloyatlarda tasviriy va amaliy san'at festivalini o'tkazish rejalashtirilgan. Shu maqsadda viloyatimizda ham an'ana tusini olgan nufuzli tadbir Namangan shahridagi Badiiy ijodkorlar uyushmasining galereyasida o'z ishini boshladi. Festivalning ochilish marosimidan muxbirimiz xabar qiladi. Joriy yilning 21-25 aprel kunlari respublikamizning barcha hududlarida ish boshlagan tasviriy va amaliy san'at festivali ijodkorlarning eng nodir asarlarini xalqimizga yetkazish, yoshlar o'rtasida milliy san'atimizga mehr-muhabbatni oshirish maqsadida tashkil etilmoqda. Unda ijodkorlar yurtimizning maftunkor va betakror tabiati, mehmondo'st xalqimiz, go'zal urf-odat va an'analarimizni, qolaversa boy tariximizni o'z rangin jilolarida tasvirlashga urinadilar. Bir-birini takrorlanmas asarlarni ko'rgan kishi qalbida beixtiyor yurtga muhabbat, faxr tuyg'ulari jo'sh uradi. Bu gal ham xuddi shunday bo'ldi. Namangan shahrida joylashgan viloyat badiiy galereyasida tashkil etilgan festivalda Namanganda ijod qilayotgan rassomlar, talaba yoshlar ishtirok etdilar. Unda so'z olganlar yurtimizda ijodkorlarga yaratilayotgan sharoitlar, berilgan imkoniyatlar ko'lami yildan yilga kengayib borayotganini ta'kidladilar. Ayniqsa o'zbek ijodkorlarining nodir asarlari jahon ko'rgazmalarida namoyish etilayotgani e'tirof etildi. Yoshlar, shuningdek mana Namangan viloyatimizda ijod qilayotgan rassomlar ijodiy asarlardan tashkil topgan mana bugungi mo'jaz ko'rgazmani ochdik. Albatta bu ko'rgazma yoshlarga xizmat qiladi. Ularga shu tajriba maktabini, shuningdek kelgusida mana shu ko'rgazmada o'zlariga olayotgan taassurotlar asosida menimcha yangi asarlar yaratishga imkoniyat yaratadi. Endi albatta mana bu festivalimizdan ko'zlangan maqsad o'zi shu joylarda yoshlarni kashf qilish, shu yurtimizda ijod qilayotgan yoshlarga shart-sharoit yaratish, shuningdek ularni rag'batlantirish masalalari ko'zda tutilgan. Ko'rgazmada namanganlik ijodkorlarning 100 dan ortiq asarlari o'rin olgan. Bundan tashqari ushbu festival tasviriy va amaliy san'at yo'nalishidagi yosh rassomlar uchun o'ziga xos mahorat maktabi vazifasini o'taydi. Rang-barang asarlarda ijodkorlar milliyligimizni o'ziga xos tarzda ifodalashga harakat qilgan. Bu esa tomoshabin, ayniqsa fransiyalik sayyohlarni ham hayratiga sabab bo'la oldi. C'est la deuxième fois qu'on vient en Ouzbékistan. Men O'zbekistonga, ya'ni vataningizga avval ham kelganman. Yurtingiz menga juda yoqqan. Shu boisdan bu safar do'stlarimni ham taklif qildim. Avval tarixiy shaharlarni sayohat qildik. Endi esa Farg'ona vodiysidamiz. Go'zal Namanganga birinchi bor kelishim. Hammasi juda ham chiroyli. Bozorlarni aylandik. To'kin sochillik bizni hayratlantirdi. Odamlari sodda, samimiy insonlar ekan. San'atga qiziqishim kuchli. Bu yerdagi amaliy va tasviriy san'at namunalari, ayniqsa Axsikent ochiq osmon ostidagi muzey haqidagi rasm, unda aks etgan o'sha davr hayoti va odamlarning kiyimlari menga qiziq tuyuldi. U yerga ham borish niyati paydo bo'ldi bizda. Bu yerda bizni ustozlarimiz, ko'plab katta rassomlar, ijodkorlar, talabalar, o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi va bu ochilish marosimi juda ham katta ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Bu ko'rgazmaga biz ham kelib ishtirok etib, bevosita ustozlar bilan ijodiy muloqot qilganimizdan juda ham xursandmiz, katta taassurotlarga ega bo'ldik. Bu yerdagi ijodiy ishlarning barchasi juda ham zo'r, rang-barang, ko'rgan insonni kayfiyati bahridil ochiladi. Har bitta asarni o'ziga yarasha bir hikoyasi bordek. Shuningdek, festival dasturidan shaxsiy va jamoaviy ko'rgazmalardan tashqari tasviriy va amaliy san'at bo'yicha mahorat darslari, oliy ta'lim muassasalari talabalarining zamonaviy va milliy liboslari namoyishi, ilmiy anjumanlar ham o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, festival joriy yilning 25 aprel kuniga qadar davom etadi.